Abdumalik Yorbotayev va Erkibulan To'xtar o'rtasidagi jang. Katta qarama-qarshilik kutilmoqda. MMA muxlislari e'tiboriga o'zbekistonlik jangchi Abdumalik Abbi Yorbotayev va Qozog'iston vakili Erkibulan To'xtar o'rtasidagi ehtimoliy to'qnashuv atrofida katta qiziqish paydo bo'lmoqda. Ikki jangchi o'rtasidagi jang haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqalmoqda. Agar jang avgust oyida Toshkentdagi Humo Arenada rasman tasdiqlansa, bu kecha muxlislar uchun eng qiziqarli jangovar voqealardan biriga aylanishi mumkin. Yorbotayev agressiv jang uslubi va oktagondagi faolligi bilan tanilgan o'zbekistonlik jangchi. Uning raqibi Erkibulan To'xtar esa Qozog'istonning taniqli jangchilaridan biri. Bu jangda ikki mamlakat vakillari to'qnashuvi ham alohida qiziqish uyg'otadi. Kim g'alaba qozonadi? Yorbotayevmi yoki To'xtarmi? Jangning aniq sanasi, qoidalari va rasmiy kartdagi o'rni bo'yicha tasdiqlangan ma'lumotlar e'lon qilinishini kutamiz. Yangiliklar, janglar va MMA olamidagi eng so'nggi xabarlar uchun Humo TV kanaliga obuna bo'ling. Humo TV, jangovar sport yangiliklari biz bilan.